Sigirning botti aka. Toshkent standarti bo'yicha normal bu. Toshkent aholi ko'payadi. O'zi bo'ladi. Suv o'chishsa, har xil vaziyatlar bo'ladi. O'chsa mashinadan olib ishlatib turasizlar. Ya'ni bittami jo'merani ochasiz, hatto, mana. Jo'merani bitta ochsangiz, toza suv chiqaradi. Buning tegidi oq narsalar, nakiplar, shuni oladi-da. Bu oltida mashinalar perevsniy filtr almashtiriladi. Membrana 4-chi bo'lsa, 6-chi not mineral yozib qo'yilgan. Mineral. Bitta suv kiryapti. Bu kanalizatsiyaga ketyapti. Tak bu bachak ketdi, tovuch tepadan o'sha toza suvga ketdi. O zamin жилой kompleksiga yetkazib o'zimiz o'rnatib berdik. Korsiyalar bo'ladi. 7 talik, pastda 3 ta, tepasi 4 ta. Bu bachog'i bo'ladi. Cho'milagi shunaqa bo'ladi.